Videoda men O'zbekistondagi har xil youtuberlarga jinnicha narsalar yozib beraman. Mayli, tan olaman, bu videoda men boquvchidan chopganman. Birinchi bo'lib yozib beradigan youtuberimiz bu Fogozin. Mana Fogozinga salomni yozdim, u ham menga javob qaytardi. Men uni yozmaydi deb o'ylagandim, endi esa savolimizga o'tamiz. Men Fogozinga siz qiz bo'lamisiz deb yozdim. Bo'ldi, keyingi youtuberga o'tamiz. Bizning keyingi youtuberimiz Shakar, Shakar. Ha, ko'rib turganingizdek, men Shakarga ko'p yozganman. U tanishim xullas bo'pti. Endi yozamiz. Assalomu alaykum. Aka, uzr video olayotgandim. Iltimos tezroq javob bering. Obunachilarimga sizni ismingiz Javohir ekanligini aytsam maylimi deb yozamiz. Rostdan ham Shakarning ismi Javohir. Shakar javob berguncha keyingi youtuberga o'tamiz. Endi keyingi youtuberga o'tmoqchi edim. Fogozin javob qaytardi. Fogozinga aka, uzr video olayotganimni yozib qo'ydim. Fogozin menga javob yozadi deb o'ylamagandim. Sababi u meni ko'rmaganlikka oladi deb o'ylagandim. Nimaga ko'rmaganlikka oladi? Uni ko'zi ko'rma degan savol bo'lsa, yo'q. Fogozin bu qizchalik ko'r emas. Hazil, bu qiz ko'rmas, bu qiz vapshi ko'r. Mana isboti. Mana dengiz ayrida so'rayapti. Mana u nima? Flavsdan oliyligimi bu dengiz bo'lmaydi. Og'irdan vaqt o'tib, Shakar ham menga javob yozdi. Navbatdagi youtuber esa bu Artifact. Artifaktning asabiga tegish maqsadida salom Hasan Husan deb yozdim, lekin u meni bloklab qo'ydi. Bunday bo'lsa keyingi youtuberga o'tamiz. Bizning so'nggi youtuber esa bu Naruto. Narutoning kanali qiz ekaniga men uni qizitish maqsadida pochcha deb yozdim. Ettigami, pettigami yozib berar, mayli video tugadi. Video ozgina qisqa bo'lib qo'ygan, shu bilan